2025-yil 13-iyun kuni Isroil raketalari Eronni nishonga oldi. Isroilning ko'tarilgan Arson operatsiyasida 200 dan ortiq harbiy qiruvchilar va dronlar ishtirok etdi. Ammo hujum davomida 100% aniqlik bilan yo'q qilingan nishonlar dunyo e'tiborini tortdi. E'tiborlisi shundaki, Isroil razvedkasi shunchalik aniq ma'lumotga ega bo'lganki, ular nishondagi insonlar joylashgan binoni emas, balki ular yashagan xonadonlarni nuqta otish bilan nishonga olgan. Bu o'z navbatida Eronning ichki va tashqi razvedkasining zaif ekanligini ko'rsatadi. Ushbu nuqta otishlarda quyidagi insonlarni yo'q qilish maqsad qilingan edi. Eron bosh shtab boshlig'i Muhammad Bakiri, Inqilob himoyachilari qo'shini komandiri Husayn Selami, Eronning diniy rahbari Ali Xomenayning o'ng qo'li Ali Shemxani va yadroviy dasturning muhim figuralaridan biri bo'lgan yadroviy fizika bo'yicha olim Muhammad Mahdi Tehranji bilan Feridun Abbosiy. Shu bilan birga ko'plab Eron yadroviy dasturiga aloqador insonlar yo'q qilindi. Tehronning uranni boyitish ishlari hududda Isroilni tahlikaga solayotgan edi. AQSh esa avvalroq ushbu dasturni to'xtatish uchun Eronga 60 kun muhlat bergan edi. Eron AQShning tahdidini rad etdi va 61-kun Isroil raketalari Eron osmonini qurshab oldi. Kuni kecha esa Eron Tel Avivga o'z javobini 150 dan ortiq ballistik raketa va 100 dan ortiq dron bilan qaytardi. Natijada 3 kishi halok bo'ldi va 100 dan ortiq kishi jabrlandi. Eron va Isroil o'rtasidagi bu qarama-qarshilik shunchaki siyosiy nizo emas. Bu yillar davomida yig'ilib kelgan qo'rquv, g'azab va strategik sabrning portlash nuqtasi. Sizningcha voqealar rivoji qanday tus oladi?